Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va kanalimiz obunachilari. Bugungi videoda sizni shunday bir muhim ma'lumot kutmoqdaki, u har bir nafaqaxo'rning hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz bu yangilikdan bexabar bo'lsangiz, jiddiy moliyaviy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Men nafaqat ogohlantirishga, balki sizni tayyorlashga ham harakat qilaman. Aynan hozir ekranning ostidagi tugmachani bosib, kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki keyingi daqiqalar sizning yoki yaqinlaringizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligini hal qilishi mumkin. Bu ma'lumotni o'tkazib yubormang, chunki vaqt juda cheklangan va bu o'zgarishlar barchamizga tegishli. Yaqin vaqtgacha nafaqa olish jarayoni ko'pchilik uchun odatiy va tushunarli edi. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar o'z nafaqalarini pochta bo'limlari orqali naqd pulda olishardi. Ba'zilariga esa bank kartalariga o'tkazilgan pul mablag'lari yetib borardi. Bu jarayon yillar davomida shakllangan bo'lib, ayniqsa qishloq joylarda yashovchi, bank infratuzilmasidan uzoq bo'lgan yoki raqamli texnologiyalardan unchalik xabardor bo'lmagan keksa avlod vakillari uchun qulay edi. Nafaqaxo'rlar uchun naqd pul olish bu o'z byudjetini boshqarishning eng oddiy va tushunarli usuli edi. Ba'zi imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar ham qog'oz shaklidagi arizalar asosida yoki hech qanday ortiqcha harakatsiz avtomatik ravishda amalga oshirilar edi. O'zbekistonning chekka hududlarida bu tizim ayniqsa muhim edi. Chunki bank filiallari har doim ham yaqin bo'lmasdi. Bankomatlar esa kamdan kam uchrar edi. Shu sababli pochta xizmatlari yoki mahalliy hokimiyat organlari orqali naqd pulda nafaqa yetkazib berish keng tarqalgan amaliyot edi. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Hukumatimizning keng ko'lamli raqamlashtirish dasturlari davlat xizmatlarini modernizatsiya qilish va byurokratiyani kamaytirish bo'yicha olib borayotgan siyosati doirasida nafaqa tizimida ham jiddiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, nafaqalarni naqd pulda olish imkoniyati tobora cheklanib boradi va ma'lum bir muddatdan so'ng bu usul deyarli butunlay taqiqlanadi. Endilikda barcha nafaqa va ijtimoiy to'lovlar istisnosiz faqat bank kartalari orqali amalga oshiriladi. Bu nafaqat nafaqalar, balki turli xil subsidiya va kompensatsiyalarga ham tegishli. Maqsad moliyaviy oqimlarning shaffofligini oshirish, xizmat ko'rsatish samaradorligini ta'minlash, firibgarlik holatlarini kamaytirish va aholi uchun zamonaviy moliyaviy vositalardan foydalanish imkoniyatini yaratish. Raqamlashtirish, shuningdek, nafaqaxo'rlarga o'z mablag'larini masofadan turib boshqarish, to'lovlarni amalga oshirish va hatto onlayn xizmatlardan foydalanish imkoniyatini berish kutilmoqda. Bu o'zgarish nafaqat qulaylikni, balki moliyaviy tizimning xavfsizligini ham oshirishga qaratilgan. Keling, bu o'zgarishlarning tafsilotlarini chuqurroq ko'rib chiqaylik va kimlar bu borada ko'proq xavotirlanishi kerakligini, kimlar esa nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini aniqlab olaylik. Bu juda muhim, chunki ma'lumotga ega bo'lish muammolarning oldini olishning birinchi qadamidir. Birinchidan, shuni bilishingiz kerakki, O'zbekiston Respublikasi hukumatining tegishli qarori yoki qonun hujjatlariga asosan sana, masalan 2024 yil oktabrdan boshlab barcha turdagi nafaqalar va ijtimoiy to'lovlar faqat plastik bank kartalari orqali amalga oshiriladi. Bu degani, ushbu sanadan keyin pochta bo'limlaridan naqd pulda nafaqa olish imkoniyati mavjud bo'lmaydi. Bu o'zgarish barcha nafaqa turlariga taalluqli. Yoshga doir nafaqalar, nogironlik nafaqalari, boquvchisini yo'qotganlik nafaqalari, ijtimoiy nafaqalar va boshqalar. Bu shuni anglatadiki, har bir nafaqaxo'r ushbu muddatgacha o'z bank kartasini ochib, unga nafaqa tushishini ta'minlash shart. Bank kartasi faqat nafaqa olish uchun emas, balki boshqa xizmatlar, masalan, kommunal to'lovlar, telefon aloqasi va boshqalar uchun ham qulaylik yaratadi. Bu o'z navbatida nafaqaxo'rlarning vaqtini tejashga va uzoq navbatlarda turmaslikka yordam beradi. Xo'sh, kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda nafaqasini hali ham naqd pulda olib kelayotganlar. Agar siz shu toifaga kirsangiz, sizga qisqa muddat ichida bank kartasi ochish va uni pensiya fondiga rasmiylashtirish majburiyati yuklatiladi. Ikkinchidan, bank kartasidan foydalanishni bilmaydiganlar yoki raqamli texnologiyalardan uzoq bo'lganlar. Ular uchun bu jarayon murakkab tuyulishi mumkin. Uchinchidan, bank filiallari va bankomatlardan uzoqda chekka qishloq joylarda yashovchilar. Ular uchun bankka borish va pul yechib olish logistik muammo tug'dirishi mumkin. To'rtinchidan, sog'lig'i sababli mustaqil harakatlana olmaydigan, bankka borish imkoniyati cheklangan yoki raqamli vositalar bilan ishlashga qodir bo'lmagan nafaqaxo'rlar. Beshinchidan,
nafaqasini ishonchli vakil orqali olganlar. Chunki endi bu jarayon ham o'zgaradi va ishonchli vakilning ham tegishli bank kartasi bo'lishi talab qilinishi mumkin yoki onlayn tasdiqlash talab etilishi mumkin. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Bank kartasi bor bo'lgan va nafaqasini shu karta orqali olib kelayotgan nafaqaxo'rlar. Ular uchun katta o'zgarish bo'lmaydi, chunki ular allaqachon yangi tizimga moslashgan. Ammo hatto ular ham ayrim yangi talablarga duch kelishi mumkin. Masalan, ma'lum bir vaqt oralig'ida shaxsni onlayn tasdiqlash yoki bank kartasini yangilash kabi. Bu esa keyingi bo'limda muhokama qilinadigan nozik jihatlarga kiradi. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik, bu vaziyatni yanada tushunarli qilish uchun. Misol bir Oysha buvi 78 yosh. U Termiz shahridan 6 kilometr uzoqlikdagi qishloqda yashaydi. Oysha buvi yillar davomida nafaqasini har oy pochta xodimi uyga olib kelganida naqd pulda olardi. Uning uchun bank kartasi tushunarsiz, bankomat esa yanada murakkabroq narsa edi. Uning farzandlari chet elda ishlaydi. Mahallada unga yordam beradigan yaqin qarindoshlari ham yo'q. Yangi qonunga ko'ra 2024 yil 1 oktyabrdan boshlab Oysha buvining nafaqasi faqat bank kartasiga o'tkaziladi. Agar u ushbu sanagacha bank kartasi ochmasa va uni pensiya jamg'armasiga ro'yxatdan o'tkazmasa, uning nafaqasi to'xtatib qo'yiladi. Bu Oysha buvi uchun jiddiy muammo, chunki uning yagona daromad manbai shu nafaqa edi. U bankka borish uchun yo'l haqi sarflashi, uzoq yo'l bosishi va bank xizmatlari bilan tanish bo'lmagan holda ish yuritishi kerak bo'ladi. Xavotirlar kartani qanday ishlatishni o'rganish, PIN kodni eslab qolish, bankomatdan pul yechish. Bu holatda Oysha bu o'ziga yordam bera oladigan ishonchli shaxs topishi yoki mahalladagi ijtimoiy xizmatlardan yordam so'rash kerak bo'ladi. Aks holda uning oylik 70 ming so'm nafaqasi o'z vaqtida unga yetib bormasligi mumkin. Misol 2. Komiljon aka 15 yosh Toshkent shahrida yashaydi. U birinchi guruh nogironi bo'lib, har oy nogironlik nafaqasi oladi. Ilgari u nafaqasini bank kartasiga qabul qilardi, bu qulay edi. Ammo yangi qoidaga ko'ra, nogironlik nafaqasini olish uchun har 6 oyda bir marta maxsus elektron platforma, masalan, Mening Tonkakov.uz portali orqali hayotda ekanlik holatini tasdiqlovchi raqamli imzoga ega bo'lgan hujjat taqdim etish shart bo'ldi. Bu hujjat shaxsning tirikligini tasdiqlaydi va pensiya jamg'armasi uchun dolzarb ma'lumot hisoblanadi. Komiljon aka IT savodxonligi pastligi sababli kompyuter yoki smartfondan mustaqil foydalana olmaydi. Raqamli imzo EDS olish va uni ishlatish uning uchun juda murakkab jarayon. Agar u bu jarayonni o'z vaqtida, ya'ni har 6 oyda bir marta amalga oshirmasa, uning 900 ming so'm miqdoridagi nogironlik nafaqasi vaqtinchalik to'xtatiladi. Komiljon aka uchun jiddiy stress va moliyaviy qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Uning yordamchisi bo'lmagani uchun u maxsus xizmatlardan yordam so'rashi yoki bankdagi mutaxassislarga murojaat qilishi shart. Bu o'zgarishlar asosan nogironlik nafaqasini firibgarlik yo'li bilan oladigan holatlarning oldini olishga qaratilgan bo'lsa-da, bu toifadagi nafaqaxo'rlarga qo'shimcha yuk bo'lishi mumkin. Misol uchun, Dilfuza opa 71 yosh. Germaniyada yashaydi va O'zbekistondan keksalik nafaqasi oladi. Ilgari u har yili O'zbekistonning Germaniyadagi konsulligiga borib, o'zining hayotda ekanligini tasdiqlovchi ma'lumotnomani olardi va uni pensiya jamg'armasiga yuborardi. Endi esa yangi qoida joriy etildi. Xorijda yashovchi nafaqaxo'rlar o'z shaxsini maxsus elektron platforma orqali, masalan, biometrik ma'lumotlar, barmoq izi, yuzni tanish orqali raqamli identifikatsiya qilishlari shart. Buning uchun u maxsus ilova o'rnatishi va tegishli qurilma, masalan, smartfon yoki kompyuterga ulangan web kamera orqali o'z shaxsini tasdiqlashi kerak. Agar Dilfuza opa bu yangi raqamli verifikatsiya jarayonini belgilangan muddatda, masalan, har yili amalga oshirmasa, uning 1200 ming so'm miqdoridagi nafaqasi xalqaro bank tizimlari orqali to'lanishi to'xtatiladi. Bu ayniqsa chet elda yashovchi va doimiy internetga ega bo'lmagan yoki texnologiyadan unchalik xabardor bo'lmagan nafaqaxo'rlar uchun jiddiy muammo tug'diradi. Ba'zi mamlakatlarda biometrik ma'lumotlarni raqamli tizimlarga kiritishga oid qonuniy cheklovlar ham bo'lishi mumkin. Bu holatda Dilfuza opa konsullik orqali ham ma'lumot olishi mumkin. Ammo u ham endilikda yangi tizim bilan ishlashga o'tilgan bo'lishi mumkin. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi qoidalar juda keng doiradagi nafaqaxo'rlarga ta'sir qiladi va har bir holatda individual yondashuv va tayyorgarlikni talab qiladi.
Endi esa ushbu qoidalarning istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslari haqida gaplashaylik. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yerda ham ba'zi bir mayda detallar mavjudki, ularni bilish juda muhimdir. Istisnolar qoidalar qat'iy bo'lishiga qaramay, ma'lum bir toifadagi nafaqaxo'rlar uchun ayrim istisnolar ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Garchi ular juda kam va maxsus holatlarda qo'llanilsa ham. Masalan, juda og'ir sog'liq holati tufayli, hatto yordamchi shaxs ko'magida ham bankka borish yoki raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyati umuman bo'lmagan nafaqaxo'rlar uchun ehtimol istisno tariqasida uyga naqd pul yetkazib berish tizimi saqlanib qolishi mumkin. Ammo shuni ta'kidlash joizki, bunday istisnolar faqat maxsus komissiya qarori asosida tibbiy hujjatlar va boshqa dalillar taqdim etilgandan so'nggina amalga oshiriladi. Bu juda murakkab va uzoq jarayon bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu variantga umid bog'lamaslik tavsiya etiladi. Ba'zi chekka hududlarda bank infratuzilmasi mavjud bo'lmagan juda kam sonli aholi punktlari uchun ma'lum bir muddatga vaqtinchalik imtiyozlar berilishi mumkin. Ammo bu ham asta-sekin bekor qilinadi. Vaqtinchalik imtiyozlar davri ba'zi nafaqaxo'rlar toifalari uchun yangi tizimga o'tishni osonlashtirish maqsadida ma'lum bir vaqtinchalik imtiyozlar davri joriy etilishi mumkin. Masalan, bank kartasi ochishga ulgurmaganlarga qo'shimcha bir necha oy berilishi mumkin. Ammo bu ham doimiy emas va baribir yakunda bank kartasiga o'tishga majbur bo'linadi. Ishonchli vakil orqali olish. Agar nafaqaxo'r bank kartasini mustaqil ravishda boshqara olmasa, ishonchli vakil, masalan farzandi, nabirasi yoki boshqa qarindoshi orqali yordam olishi mumkin. Bu holatda ishonchli vakil nafaqaxo'rning roziligi bilan bank kartasidan foydalanishga haqli bo'ladi. Ammo bu yerda ham firibgarlik xavfi mavjudligini unutmaslik kerak. Nafaqaxo'r o'z kartasi ma'lumotlarini, ayniqsa PIN kodini faqat ishonchli shaxslarga berish kerak va ularga doimiy ravishda pul harakatlarini nazorat qilishni tavsiya etiladi. Ba'zi banklar ishonchli vakillar uchun maxsus xizmatlarni taqdim etishi mumkin. Bu esa moliyaviy xavfsizlikni oshiradi. Tuzoqlar, beti firibgarlik. Bu yangi tizimga o'tish davri firibgarlar uchun oltin koni bo'lishi mumkin. Sizga pensiya jamg'armasi, bank yoki hatto mobil aloqa operatori nomidan qo'ng'iroq qilib, kartangiz ma'lumotlarini PIN kod orqali amal qilish muddati, SMS kodlar so'rashlari mumkin. Hech qachon bunday ma'lumotlarni hech kimga aynan telefon orqali aytmang. Bank xodimlari sizdan hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni to'liq so'ramaydi. Shubhali xabarlarga yoki qo'ng'iroqlarga ishonmang. 2 raqamli savodxonlikning pastligi. Ko'plab keksa avlod vakillari uchun smartfon yoki kompyuterda ishlash qiyin. Bu ularga bank kartasidan to'liq foydalanish, onlayn xizmatlarni amalga oshirish yoki raqamli verifikatsiyadan o'tishda muammolar tug'dirishi mumkin. Bu holatda yosh avlod vakillarining yordami juda muhim. O'ttidiz, texnik muammolar, internetga ulanishning yo'qligi yoki past sifati, eski rusumdagi telefonlar, mobil ilovalardagi xatolar, bularning barchasi nafaqaxo'rlarga to'lovlarni amalga oshirish yoki shaxsini tasdiqlashda to'sqinlik qilishi mumkin. 4 bank komissiyalari, ba'zi banklar kartani saqlash, bankomatdan pul yechish yoki SMS xabarnoma xizmat uchun komissiya olishi mumkin. Ushbu shartlar haqida bankka murojaat qilganingizda to'liq ma'lumot olishingiz shart. Nafaqaxo'rlar uchun maxsus imtiyozli kartalar mavjudligini bilib olish ham muhim. 5. Noto'g'ri ma'lumotlar. Pensiya jamg'armasidagi yoki bankdagi shaxsiy ma'lumotlaringizda nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, bu nafaqaning kechikishiga yoki to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. Pasport ma'lumotlari, yashash manzili va telefon raqami doimiy ravishda yangilanganligiga ishonch hosil qiling. Noaniq nuanslar. Nega bu o'zgarishlar kiritilmoqda? Bu faqat nafaqaxo'rlarning hayotini qiyinlashtirish uchun emas, balki tizimni samaraliroq, shaffofroq qilish va kelajakda yanada yaxshi xizmatlarni taqdim etish uchun qilingan. Raqamlashtirish korrupsiyaning oldini oladi va davlat mablag'laridan maqsadli foydalanishni ta'minlaydi. 2. Zanjir effekti. Bu o'zgarishlar faqat nafaqaxo'rlarga emas, balki butun jamiyatga ta'sir qiladi. Naqd pulsiz hisob-kitoblarning o'sishi kichik bizneslarga, masalan, bozorlardagi savdogarlarga ta'sir qilishi bankomatlar va terminallar tarmog'ining kengayishiga olib kelishi mumkin. Pochta bo'limlari o'z xizmatlarini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ladi. O'tin, uzoq muddatli istiqbol. Hukumatning maqsadi to'liq raqamlashtirilgan ijtimoiy himoya tizimini yaratishdir. Bu nafaqaxo'rlarga uydan chiqmasdan turli davlat xizmatlaridan foydalanish imkonini beradi. Masalan,
pensiya jamg'armasiga masofadan turib murojaat qilish, guvohnomalarni olish, hatto ba'zi imtiyozlar uchun onlayn ariza berish. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz, amaliy maslahatlar. Bu qadamlarni bajarsangiz, yuqorida aytib o'tilgan muammolardan qochishingiz mumkin. Bir qadam bank kartasini oching, agar sizda hali bo'lmasa. Qaysi bankni tanlash kerak? Eng yaxshisi. Davlat banklaridan birini, masalan, Xalq banki, Agrobank, O'zmilliy bank tanlash tavsiya etiladi. Ular odatda ko'proq filiallar va bankomatlarga ega bo'ladi. Shuningdek, nafaqaxo'rlar uchun imtiyozli tariflar va shartlarni taklif qilishi mumkin. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Pasportingiz va nafaqaxo'r guvohnomangiz. Ba'zi banklar qo'shimcha ma'lumotnomalar, masalan, yashash joyingizdan so'rashi mumkin. Lekin odatda yuqorida aytilgan ikkita hujjat yetarli. Bankda yordam so'rash. Bank filialiga borganingizda xodimlardan sizga bank kartasini qanday faollashtirish, PIN kodni qanday o'rnatish va bankomatdan qanday pul yechish bo'yicha batafsil ko'rsatmalar berishni so'rang. Ulardan bankomat orqali birinchi operatsiya amalga oshirishda yordam berishlarini so'rashdan uyalmang. 2 qadam. Kartadan foydalanishni o'rganing. Ishonchli oila a'zosi yordami. Farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yoki boshqa ishonchli yaqinlaringizdan kartadan foydalanishni o'rgatishlarini so'rang. Bu PIN kodni kiritish, bankomatdan pul yechish, hatto do'konlarda to'lovlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Bankdagi o'quv dasturlari, ba'zi banklar keksa mijozlar uchun maxsus qisqa o'quv dasturlari yoki seminarlar tashkil etishi mumkin. Bu imkoniyatdan foydalaning. Mobil bank ilovalari ixtiyoriy. Agar siz smartfondan foydalana olsangiz, mobil bank ilovasini, masalan, Click Payme yoki bankning o'z ilovasi o'rnatib, uning asosiy funksiyalarini, masalan, balansni tekshirish, kommunal to'lovlarni amalga oshirish o'rganishingiz mumkin. Ammo bu ixtiyoriy qadam, asosiy kartadan foydalana olishdir. 3 qadam raqamli verifikatsiya jarayonini tushunib oling. Agar sizga tegishli bo'lsa, qaysi platforma, agar sizga hayotda ekanlik holatini tasdiqlash yoki boshqa ma'lumotlarni onlayn taqdim etish talab etilsa, bu odatda davlat xizmatlari portali Mening.com. Uz yoki pensiya jamg'armasining e-pensiya portali orqali amalga oshiriladi. Qanday hujjatlar yoki ma'lumotlar kerak bo'ladi? Ko'pincha bu jarayon uchun elektron raqamli imzo iri yoki ega talab qilinadi. Eri bu sizning elektron shaxsingiz bo'lib, uning yordamida hujjatlarni elektron tarzda imzolashingiz mumkin. Eri qayerdan olish mumkin? Siz IRni Davlat soliq qo'mitasining hududiy bo'limlaridan yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mypoyt.uz orqali onlayn ariza topshirib olishingiz mumkin. Bu jarayon uchun ham pasportingiz kerak bo'ladi. Onlayn verifikatsiya bo'yicha qadam-ba-qadam yo'riqnoma. Agar sizga shaxsni onlayn tasdiqlash kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytida yoki davlat xizmatlari markazida batafsil yo'riqnomalarni topishingiz mumkin. Bu jarayon kompyuter yoki smartfon orqali amalga oshiriladi. 4 qadam. Doimiy ravishda ma'lumotlarga ega bo'ling. Rasmiy manbalar faqat pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytidan, Pensiya.uz, hukumatning rasmiy yangilik portallaridan, Uza.uz, Xa.uz, televideniyadagi rasmiy xabarlardan yoki ishonchli radio dasturlaridan ma'lumot oling. Noma'lum qo'ng'iroqlar va xabarlarga ishonmang. Yuqorida aytilganidek, firibgarlar har doim faol bo'ladi. Hech qachon bank kartangizning PIN kodini, to'liq raqamini, amal qilish muddatini yoki SMS kodlarini noma'lum shaxslarga aytmang. Shubhali qo'ng'iroqlar yoki xabarlarga javob bermang. 5 qadam. Agar kerak bo'lsa, yordam so'rang. Pensiya jamg'armasi idoralari. Agar savollaringiz bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qiling. U yerdagi xodimlar sizga to'g'ri ma'lumot beradi va kerakli hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam beradi. Ijtimoiy himoya xizmatlari, mahalliy ijtimoiy himoya bo'limlari ham sizga yordam berishi mumkin. Ayniqsa sog'lig'ingiz sababli harakatlanish imkoniyati cheklangan bo'lsa, mahalla qo'mitalari, mahallangizdagi faollar yoki mahalla raisi ham sizga bank kartasi olish yoki pensiya jamg'armasi bilan bog'lanishda yordam berishi mumkin. Ba'zi mahallalarda keksa yoshdagilar uchun maxsus yordam markazlari tashkil etilishi mumkin. Ishonchli oila a'zolari, eng muhimi, yaqinlaringizdan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga texnik va ma'muriy masalalarda eng yaxshi yordamchilardir. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videomizda muhokama qilingan ma'lumotlar har bir nafaqaxo'r uchun hayotiy ahamiyatga ega. Endilikda nafaqalarni naqd pulda olish imkoniyati tobora cheklanadi va ma'lum bir muddatdan so'ng bu usul deyarli butunlay taqiqlanadi. Bu juda muhim o'zgarish bo'lib, unga tayyor bo'lish har birimizning qo'limizda.
Raqamlashtirish bizning kelajagimiz. Shuning uchun bu jarayonlarga moslashishimiz shart. Sizning moliyaviy barqarorligingiz va xotirjamligingiz bunga bog'liq. O'z fikrlaringizni, savollaringizni ushbu mavzu bo'yicha boshdan kechirgan tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz har bir izoni o'qiymiz va imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Chunki biz siz uchun eng dolzarb va hayotiy muhim ma'lumotlarni topishda davom etamiz. O'zingiz va yaqinlaringizga g'amxo'rlik qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha